Yosh jin chiroyli ayolning ketidan tushdi. Uning shamolda chiroyli yelpinib ketayotgan etaklariga ko'z tikdi. Bir soniya bo'lsa-da odamlarga xos bo'lgan chiroyli badanning ochilib ketganini ko'ramanmikan deb uning izidan ketaverdi. Jinda har qalay jindek umid bor edi. Mahramsiz yurgan yolg'iz chiroyli ayolga shu sabab dili ketdi. Ayol uyiga yetib keldi. Kalitlarini burab eshikni ochdi. Ostonadayoq "Assalomu alaykum" deb salom berdi. Uning salomiga esa odam zoti emas, allaqanday oppoq nurga burkangan uy farishtalari alik olishdi. Jin panalab uyga suqilib kirdi. Uy devorlariga qarab chiqdi, bironta surat yo'q. To'g'ri hammomga borib joylashdi. Chunki shu joydagina ayolni tomosha qilish imkoni katta deb bildi. Kutganidek, birozdan keyin ayol hojatga kirdi. Uning ketidan shoshgan jin ostonada qattiq to'siqqa duch keldi. Ayol qandaydir duoni o'qiganmidi, hojat eshigi ko'rinmas devor bilan to'silgandi. Noumid holatda yana hammomga qaytdi. Ayol endi tahorat uchun hammomga bosh suqdi. Jin ayolning suv silab o'tayotgan guldek chehrasiga tikildi. Uning g'unchadek lablari yana nim qimirlab duo o'qiyotgandi. Chiroyiga mahliyo bo'lgan holatda sochlariga qo'l uzatdi. Birdan sochlariga taroqdek tortilgan nam barmoqlar uni quvib solgandek bo'ldi. Keyin ayol namoz o'qish uchun joynamoz soldi. Jin uni ancha naridan turib kuzatdi. Ichi siqildi. Birdan ko'zi ayolning yelkalari orqasida turgan, u bilan birgalashib namoz o'qiyotgan nurli siymolarga tushdi. Namoz tugagach, o'sha siymolardan biri ayolning o'ng qulog'iga nimadir deb shivirlagandek bo'ldi. Ayol joynamozini yig'ishtirib olmasdan o'rnidan yarim turib tokchadan bir kitobni qo'liga oldi. Kitob ichidan xonaga nurli maysalar nayzadek taralib o'sa boshladi. Sehrgar ekan-ku bu. Jin shoshib oldinga bir qadam qo'ydi. Qadamlari og'irlashib, kuldek to'kilayotgandek bo'ldi. Jim qotdi. Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal inson. Rahman Qur'onni o'rgatdi, insonni yaratdi. Jin o'zida g'alati titroqni tuydi. Ostonaga yiqilib ustiga to'kilayotgan tuproqlardan boshini changalladi. Tuproq o'zini qavmini himoya qilyaptimi? Atrofga qaradi. Yer qimirlagani yo'q, osmon yiqilmayapti. Ayol kitobini o'sha maromda o'qiyapti. Nurli siymolar esa unga bosh egib tinglab o'tirishibdi. Va xalaqol janna min marijim min nar, va jinlarni o't alangadan yaratdi. Bu axir bu haqida-ku. Tomirlarida yugurayotgan uchqunga qarab yana boshini sajdaga egdi. Kitob jinda qiziqish uyg'otdi. Bu qanday kitobki unda o'zi haqida yozilgan bo'lsa. Shu onda eshik taqilladi. Ayol kitobini duo o'qib yopib eshikka yuzlandi. Jin oradan ship etib o'tib o'z yo'liga ketdi. O'sha yashaydigan xarobadagi Maritni qidirib bordi. Eshitgan va ko'rgan narsalarni aytdi. Marit og'zidan tutun chiqarib uzoq kuldi. Yaxshiyam yesingni borida u yerdan qochib qolibsan, hatto ifritlar ham unaqa uylarga bosh suqolmaydi. U ayolni poylashingdan nasiba yo'q. Yur, yaxshisi hamma boradigan joyga seni olib boraman. Marit yosh jinni yetaklab ichkilik va fahsh urchib yotgan, bazm avjiga chiqqan bir joyga olib bordi. O'zi esa zum o'tmay bir bosh yalang, fahsh kiyimdagi ayol bilan bir idishdan ichimlik icha boshladi. Bir chetda atrofni bir oz kuzatib o'tirgan jin nimagadir g'amgin bo'lib tashqariga chiqdi. Quloqlari ostida oldinroq eshitgan. O'sha ayol chiroyli ovozda o'qigan. Uni qo'rquvga, titroqqa, junbushga solgan kalimalar tinmay